Köçə soğuk oynab bo'lmaydi farzandim telefon televizordan kellesini kütərmey qaldı. Nav tavsiyə bərəsində baytıdılar. İlk farzandni ona sifatında sizlərə hazır zor nərsələrini tavsiyə verib ötəmən. Birinci tavsiyəm aqılını rivajlandıradigan oyunlar. Görüb durğanınız domik oyunumuz boladı. Kichkina bakça balalarımız həm sanaşını öyrənədilər, həm diqqətini bir joya cəmləşini öyrənədilər. Növbətdəki oyunumuz Ktoya oyunu boladı. Bu oyunu yaşlılığımızdan köp oynağanımız. Bunu ata-onalar farzandları bilan birgalikdə oynasan boladı. Bu arqalı farzandingiz həmmə nərsələrin namlarını Özbek, Rus dillərində mükəmməl öyrənədi. Çayçaq magazininə gəlsəniz, xuddi şunday oyunlarını hər xillarından tap getəsizlər abunəçilər. Narxları ətigi 15-20 min so'mdan başlanadı. Doktor oynayman desə, şunday oyunlarımız var abunəçilər. Bu arqalı insan orqanizmində nə ola balıqını farzandingiz öyrənədi. Bunun narxı ətigi 55 min so'm. Keyin sizlar üçün abunəçilər hər xil turdagi legolarımız gen aynən uydan chiqmagan holda do'stlar bilan o'ynash uchun eng zo'r variant Lego bo'ladi. Narxlari 20 ming so'mdan boshlanadi. Eng katta Legolarimiz oshib borsa 100 ming so'm bo'ladi, 120 ming so'm bo'ladi. Lekin obunachilar ko'rib turganingizdek 50 ming, 60 ming so'm normal Legolarni xarid qilishingiz mumkin. Keyin bu yerda qizlarimiz uchun har xil turdagi oshxona jihozlari bor. Narxi atigi 65 ming so'm. Xolasangiz bu varianti bor. Buning narxi 35 ming so'm. Podarka ham dumzo'r ketadi. Farzandingiz oylik bo'ladigan bo'lsa, shunday o'yinchoqlarni tavsiya qilamiz. Bu orqali bolangiz rang ajratishni o'rganadi. İstəsəniz yine başqacha turlari bor obunachilar. Uy sharoitidan xuddi shunday meshoklar orqali obunachilar sport turini o'rganish mumkin. Narxi atigi 80 ming so'm. Qizchalarimiz uchun nav tavsiya berasiz desangiz, maktab bog'cha yoshidagi qizlarimiz uchun shunday tikuv mashinalarimiz bor, o'yinchoq kir mashinalar bor, har xil turdagi oshxona jihozlari bor, kichkina igrushkalar bor. Keyin o'g'il bolalarimiz uchun har xil turdagi trolleybus, poyezdlar bor obunachilar, ina qaranglar. Hatta shunday robot o'yinchoqlarimiz bor. Xullas, Toychoq magazinga kelsangiz, bolangizni zeriktirmay hamma narsani topib ketasiz. Hatto toza tug'ilgan bolalarimiz uchun har xil turdagi soska, butilkalarni topib ketasiz. Toychoq magazinida aksiya davom etib turibdi obunachilar. Arzon narxda bir pasport evazidan hamma narsani xarid qilib kelsangiz bo'ladi. Yosh to'yi, beshik to'yi, sunnat to'ylar uchun har xil turdagi mashinalarimizda vibro assortimentlar ko'paygan. Pultli mashinalarimizning narxi atigi 900 ming so'mdan boshlanadi. Mototsikllarimiz bor, hammasining narxi obunachilar arzon optim narxda turibdi. Adresini tushuntirib o'taman. Bu tarafda Urganch dehqon bozori 9 etaj dom joylashgan. Xatar bo'ylab kelaverishingizlar bo'yicha Anna German mehmonxonasining ham boshida joylashgan Toychoq magazini bo'ladi. Telefon raqam profillarini qoldiramiz. Bu yangilikni tug'ilgan kuni bayramga navol bersam ekanda yurgan yaqinlarga yuborib qo'yamiz. Köçə soğuk oynab bo'lmaydi farzandim telefon televizordan kellesini kütərmey qaldı. Nav tavsiyə bərəsində baytıdılar. İlk farzandni ona sifatında sizlərə hazır zor nərsələrini tavsiyə verib ötəmən. Birinci tavsiyəm aqılını rivajlandıradigan oyunlar. Görüb durğanınız domik oyunumuz boladı. Kichkina bakça balalarımız həm sanaşını öyrənədilər, həm diqqətini bir joya cəmləşini öyrənədilər. Növbətdəki oyunumuz Ktoya oyunu boladı. Bu oyunu yaşlılığımızdan köp oynağanımız. Bunu ata-onalar farzandları bilan birgalikdə oynasan boladı. Bu arqalı farzandingiz hamma narsələrin namlarını Özbek, Rus dillərində mükəmməl öyrənədi. Çayçaq magazininə gəlsəniz, xuddi şunday oyunlarını hər xillarından tap getəsizlər obunachilar. Narxları atigi 15-20 min so'mdan başlanadı. Doktor oynayman desə, şunday oyunlarımız var obunachilar. Bu arqalı insan orqanizmində nə ola balıqını farzandingiz öyrənədi. Bunun narxı atigi 55 min so'm. Keyin sizlar uchun obunachilar har xil turdagi Legolarimiz gen aynən uydan chiqmagan holda do'stlar bilan o'ynash uchun eng zo'r variant Lego bo'ladi. Narxlari 20 ming so'mdan boshlanadi. Eng katta Legolarimiz oshib borsa 100 ming so'm bo'ladi, 120 ming so'm bo'ladi. Lekin obunachilar ko'rib turganingizdek 50 ming, 60 ming so'm normal Legolarni xarid qilishingiz mumkin. Keyin bu yerda qizlarimiz uchun har xil turdagi oshxona jihozlari bor. Narxi atigi 65 ming so'm. Xolasangiz bu varianti bor. Buning narxi 35 ming so'm. Podarka ham dumzo'r ketadi. Farzandingiz oylik bo'ladigan bo'lsa, shunday o'yinchoqlarni tavsiya qilamiz. Bu orqali bolangiz rang ajratishni o'rganadi. İstəsəniz yine başqacha turlari bor obunachilar. Uy sharoitidan xuddi shunday meshoklar orqali obunachilar sport turini o'rganish mumkin. Narxi atigi 80 ming so'm. Qizchalarimiz uchun nav tavsiya berasiz desangiz, maktab bog'cha yoshidagi qizlarimiz uchun shunday tikuv mashinalarimiz bor, o'yinchoq kir mashinalar bor, har xil turdagi oshxona jihozlari bor, kichkina igrushkalar bor. Keyin o'g'il bolalarimiz uchun har xil turdagi trolleybus, poyezdlar bor obunachilar, ina qaranglar. Hatta shunday robot o'yinchoqlarimiz bor. Xullas,
Tayçaq mağazinına gəlsəniz, balağınızın zeriktirimdə həmən ərsəni tap getəsiz. Hətta taze doğulğan ballarımız üçün hər xil türdəki soska butilkalar necə tap getəsiz. Tayçaq mağazinində aksiya davam etib durdu abunəçilər. Arzan narxda bir pasport əvəzinə həmən ərsəni xarid qılıb getsəniz buladı. Yaş toyu, beşik toyu, sünnət toyları üçün hər xil türdəki maşinalarımızda vibro assortimentlər köpəyən, pultlu maşinlarımızın narxı ətigi 900 min somdan başlanadı. Motosikillərimiz bax, həmməsinin narxı abunəçilər arzan optim narxda durdu. Adresini tushuntirib o'taman. Bu tərəfdə Urganch dehqon bozori 9 etaj dom joylashgan. Qatar bo'ylab kelaverishingizlar bo'yicha Anna German mehmonxonasining ham boshida joylashgan Tayçaq magazini bo'ladi. Telefon raqam profillarini qoldiramiz. Bu yangilikni tug'ilgan kuni bayrama Naval bersam ekanda yurgan yaqinlarga yuborib qo'yamiz.